Hammaga salom bolalar. Bugungi video yana o'zbeklarimiz haqida bo'ladi. O'zbek, tojik, вообще qozoq, qirg'iz, butun o'sha kim mana o'zbek tilida tushunadigan odamlarga juda ko'p videolar qilib kelganman. Bundan oldin Amerika keldilaring, iltimos qonunni buzmanglar deb ko'pincha men maslahat berib kelganman. Yaqindagina bolalar bir odamni ushlashdi. 4 milliondan ortiq fraud qilgan, 4 milliondan ortiq yuklar o'g'irlab odamlarga sotgan Bruklinda. Bu narsani bolalar bir yarim yil oldin bilardim. Kim qayerlardan go'shtlar, kim qayerlardan tuxumlar. Bitta tanishim ham bor edi. Bitta tanishim, aka sizga go'sht kerakmi? Aka sizga tuxum kerakmi? Shunaqa narsalar hayron qolardim. Men qayerdan bu olyapti? Bu sotyaptimi biron joydan olib deb bir martami ikki marta sotib olganman. O'sha tuxuminimi yodimda yo'q. Lekin men bilmaganman bu narsani. Keyinchalik bildimki, u bolalar o'sha mana bu yuklar, bizni o'zbeklarimiz toshadigan yuklarni, masalan, yuklar biron joydan katta yuk oladida, u yukni qandaydir yo'qotadimi, bir strafovka bilan o'g'irlaydimi, uni shunaqa ish qilar ekanlar. O'g'irlatib, keyin uni o'zlashtirib, Bruklinga ko'p magazinlarga sotar ekanlar. Men o'shanda bildimda, sразу men dedim, bu yerda chota nito, qandaydir odamlarimiz qandaydir kriminal ish qilyapti. Shu bilan e'tibor bermasdan qo'ydim. Kim hamma qilgan o'zini gunohi uchun o'zi javob beradi. O'zini qilgan xatosi uchun Amerikada o'zi javob beradi. Buni hamma menimcha videolarda, yangiliklarda ko'rdilaring. Bular gruppirovkaga mafiya qilib olingan, o'sha Meksika orqali kelgan odamlar, o'zbeklarimiz, shunaqa qo'llarida odamlar ishlagan. Mana oxiri kelib shu narsa ularni hammasini ushladilar. Bir narsani unutmaslik kerak. Men Amerikada kelganimda yosh bola edim. 20 yoshlar bola edim. 2002-yil, уже 24 yil bo'lyapti. Menda ham bo'lgan xatoliklar, menda ham bo'lgan o'sha mayda ish, qanday ishlar, takoy kriminalniy narusheniylar, urush janjallar bo'ladi. Endi yoshlik, qoningiz qiziydi. Lekin men bir narsaga hayron qolardimki, любой narusheniyga Amerikada jazosini olasiz. Siz jazodan qutula olmaysiz. Amerikada siz jazodan qutula olmaysiz. Vaqti keladi, orqangizdan baribir kelishadi. Men nima maslahat bergan bo'lardim o'zbeklarimizga. Bolalar, Amerika bu O'zbekiston emas, Amerika bu Rossiya emas, Amerika bir nima deydi? Bir qoloq davlat emasda. Bular ahmoq ham emas. Sizlarni kriminal ishlaringni ko'rib turishibdi, ko'rib turadi. Men bunaqa odamlar bilan ko'p uchraganman. Ba'zida istoriyasini aytib beradi, kuzatadi. Nimaga kuzatadi? Kattaroq summa. Ushlash paytida kim o'sha kriminal ish bilan shug'ullanayotgan bo'lsa, birdan ko'radi, sizlarga vaqt beradi, men ishla deydi, bemalol nima bo'ladi. Chunki meni bir ikkita o'rtoqlarim ham shunaqa, tanishlarim ham shunaqa ishlarga tushgan, soxta pul qamalib, hammasini ushlab ketdilar. Bu men buni aytishim mumkin, bu 2005-dan 7-yillarning nimasini istoriyasi bu. 5-7-yillar. Soxta pullar bilan ba'zi bir o'zbeklarimiz shug'ullanadi, lekin hammasini ushlaganlar. O'sha yilda, o'sha 2007 edimi, 2006 edimi, adashmasam, lekin hammasini ushladilar. Amerika sizni qo'ymaydi. Mana kriminalniy ishlaring, mana yaqinda chiqdilar. Amerika yo'llarida bizni o'zbeklarimizni kompaniyasi, men 10 tasini taniyman. 10 taliklarni ichiga kiradigan kompaniya boshliqlar, endi kompaniyani ismlari turibdi. Yo'lni pulini to'lamagan. Easy pass deyiladi. Masalan, yo'ldan o'tsangiz easy pass olishingiz kerak, to'lashingiz kerak.
Men uni bilmagan ekanim, uni ba'zi bir o'zbeklarimiz shokoladcha der ekan. Menga bittasi sizda shokoladcha yo'q. Men nima bu shokoladcha deb o'yladim. Men shokoladcha o'yladim. Amerikaning ba'zi bir shtatlarida marixuana shokolad nimasini sotadi. Shokoladday yeysiz, xuddi marixuana kayfini beradi. Boshqa men shokoladchangiz bormi deysiz. Men dedim, qanaqa shokoladcha? Men bunaqa ishlar bilan shug'ullan, meni xayolimga o'sha shokoladcha kirgan. Menda bunaqa ishlarga men aralashmayman shokoladcha bilan. Kim bilsam o shokoladcha, uzr bolalar, shunaqa der ekan. Bu shokoladcha Easy Pass'ni har bir nimadan, mana bu highwaylardan sotib olar ekanlar, qaysi bir rest arealardan. Keyin uni bir hafta ishlatar ekanlar yo'llardan. Mana bu 80-yo'l, endi Amerikada kim yashasa biladi, o'sha 80-yo'l Illinoisga borib qaytishda u где-то $100 ko'proq tol oladi. Yo'l puli oladi. Qaytishda ham shunaqa pul oladi. Bizning o'zbeklarimiz o'shani to'lamaslik uchun o'sha shokoladchani $20, $25 ga oladida, uni bir hafta qancha ishlatadi? Men bilmayman, to'g'risi. Men hamma traklarimda Easy Pass'im bor. Hamma yo'llarni pulni to'layman. Lekin mana shunaqa kriminal ishlar bilan shug'ullanar ekan. Bolalar, men bir qattiq video qildim, lekin qo'ymadim. Может, o'sha kompaniyalar boshliqlariga qattiq tegadimi deb o'yladim. Chunki bu narsa bilan hazillashib bo'lmaydi Amerikada. Men birdan rivojlanyapti, 100 ta, 200 ta traklari bo'lyapti. Boy, hamma buning shotlarida million dollarlar. Lekin bolalar, bir narsa, tolni ham to'lashni o'rganinglar o'sha katta kompaniyalar. 10 talikni ichida yuribsizlar. Birinchi o'rinda New Yorkda bo'lgan bitta kompaniya, birinchi o'rinda. Bu hali bitta Ohio shtatida $250,000 ortiq toli bor. To'lanmagan tol. Bu kriminalniy narushение, bu federalniy narushение. Bunga qamalasizlar. Bu uchun qamalasizlar. Mana bu o'zbegimiz ham yuklarni o'zlashtirgan, yuklarni soxta dokumentlar qilib olib chiqib, u yuklarni o'zimizni o'zbeklarga sotgan. O'zimizni o'zbeklarmi? Bizni endi qaranglar, davlat hozirgi paytda o'sha immigrantlarga qarshi juda ko'p reydlar bo'lyapti. No, hali o'zbeklarni bunchalik yomonlab hali chiqqanlari emas edi. Mana o'sha xuddi mafiyaga o'zidan mafiya yasab bo'lgan, xuddiki buni hech kim ushlamaydi. Kecha kelgan Amerikada bolalar 24 yil bo'ldi kelganimga. 24 yil bo'ldi. Любой ishlaringni orqasidan keladi. Sizlar unutmanglar, Amerikada yashayman, любой ishimni qilib, kerak bo'lsa O'zbekistonga borib sizlarni bo'yinlaringni ushlab olib kelib qolmaydi. Men shunaqasini ko'rganman. Men o'tirgan paytimda bitta pokistonlikni Pokistonga borib, bozorni ichidan ushlab kelgan. Amerika qamog'ida olib kelgan. Sizlar o'ylaysizlar, ha, bu yerni aldiyman, bironta kriminal narushение qilaman, million o'g'irlayman, ketaman O'zbekistonga. O'zbekiston o'zi Amerika bilan bunday. Bizning prezidentimiz bunday. Srazu sotadilar. Srazu. Bitta telefon qiladi shu odamga, menga kerak. Bizni o'zimizni politsiya xodimlari sizlarni ushlab yuboradi. Chunki davlat bilan davlatni nimasi o'zlarini nima qilmoqchi? Endi o'rtoq qalin bo'lmoqchi. Shuning uchun ikkita kriminal sotiladi. Mana hattoki o'sha O'zbekiston davlati samolyot yubordi. Bizni immigrantlarni deport qilish uchun. Deportatsiya bo'lgan o'zimizning immigrantlarni samolyotda olib borish uchun. Takshda sizlar qochmaysizlar. Men sizlarga 100% aytaman. Men ko'zim bilan ko'rgan bu narsalarni. Kriminalniy ishlar, halol ishlanglar bolalar, halol. Chiqinglar, bizni ismimizni yomon qilmanglar o'zbeklarimizni. Bizlar halol ishlaydigan odamlarni ham sizlar birga olib ketasizlar, nomardchilik qilib. Bittasi tol to'lamaydi, biling. Shuncha tracking bor, 100 ta, 200 ta tracking bor, bilmayman, eshitaversin. Prosta to'lash kerak tollarni. Easy Pass qo'y, kompaniyaga nima qilmasin, ertaga biling sani yana o'sha sani deb bizlar yana jabr ko'ramiz. Sizlarni deb bizlar jabr ko'ramiz. Biz o'zbeklar, bizda bu yerda bilmayman necha mingta o'zbeklar. Yarmidan ko'pi yaxshisi bor. Yaxshi hayot ko'ryapti, halol yashayapti Amerikada. Sizlar ularni ham o'ylanglar. Bunaqa emasda, keldiring, o'zlaring biling, kim qaysi yo'ldan kelding bilay. Meksikalarni, suvlarni ichidan, krokodillarni ichidan o'tding. Ko'tingni qisib yur. To'g'risida ko'tingni qisib yur. O'zing mana bunday turibsan. Endi ketding, 40 yil qamalasan. O'sha yerda chirib o'laysan ham qamoqning ichida. Birovni yukini o'g'irlab, sotib,
O'sha odam men eshitdim, o'sha hozirgi ushlagan odam, 4,5 millionni kidат qilgan odam. Qaysi bir o'zbeklarni ishlatgan qo'liga. O'sha tovarni sottirgan. Lekin o'shalarni ishlatib, ularni ham oyliklarini bermagan. Shunaqa, biling, shunaqa bir maraz odam ekanda o'sha odam. Qo'lida o'sha odamlarni ishlatgan, pulini ham bermagan. Sen nomar, sen bepul o'g'irlading o'sha narsani. Aqal o'zingnikini oyligingni ber, o'sha ishlatding nomarchilik qilib. Biling, qanaqa keyin bizlar musulmon deymiz. Qanday qilib men musulmon deb g'o'ddayib yuradi. Shunaqa ishlarni qilib. Qanday qilib men musulmon, mana tollarni aldab, pulini to'lama. U safar bitta tol uchun video qilganimda, meni ba'zi bir trakchilar sotdi, bu kofirlarning shtati, bu nima tolni aldash harommi? Nima harom emasmi? Harom emasmi aldash? Birovni yo'lini sen yurapsan, asfaltini buzyapsan, u asfaltni ustalar qurish kerak. O'sha ustalarning ichida musulmoni ham bor. Sani yo'lingni qurib beryapti, sani yo'lingni tekislayapti. Lekin sen nomard toldan qochib pulni to'lamasdan yuribsan. Mardlikmi bu yo haloldanmi? Yolg'ondan namozga chiqasizlar, juma kunlari o'zingcha namoz o'qiysiz. Nima keragi bor? Birinchi u yerni tozala, bu yerni tozala, keyin bemalol chiq. Yurasizlar, hayron qolaman ba'zilar. Hammaga gapim tegishli emas. Meni ko'p yaxshi insonlar bor. Juda ko'p yaxshi insonlarni taniyman men. Halol insonlarni taniyman. Qaniydi hammamiz shunaqa shu davlatga keldik. Mayli, nomardlar qolib ketdi Mojidbek. Sen kelding Meksika orqali to'g'ri yo'nalishda yur, halol yur. Birovni haqqini yema. Xuddiki biling, bu yer ko'r, bu davlat ko'rmaydi. Hammasini biladi. Telefonlaringgacha eshitadi. Hammasini ko'radi. Qadamingacha biladi. Men bitta odamni men mashinasini ko'chirgandim. Yodimdan chiqmaydi. Bobo edi, pensiyaga chiqqan. Bir istoriyasini aytib beruvdi. Bizni mashinada bir narkotik moddasi o'tkazayotgan paytda men bilmaganman, bizlar ushlab qolgan bizlarni. Keyin mashinamni olganda, mashinangda shunaqa narsa men bilmayman, tushirganmiz. Men ol deganman, mashinani ol, men o'zim tushirib beraman. Meni klientga telefon qil deganman. Klient nima qilsin? Keyin ular klientni ushlamagan. Men dedim, hayron qolgandim. Nimaga klientni ushlamadilaring? U adresi aniq edi, joyi aniq edi. Ular menga aytganki, o'sha boboy aytganki, o'sha paytda katta joyda ishlagan. Bizlarga semishga kerak emas degan, bizlarga katta o'lja kerak. Biz orqasidan komanda tuzganmiz degan. U komanda, katta komanda, o'sha pullar xarajat bo'ldi. Bizlar boshlig'ini ushlashimiz kerak degan. O'sha millionli katta summani qo'parib olishimiz uchun. Kompaniyasini, traklarini, o'sha pullarini hammasini qo'parib olish uchun bizlarga u semishkasi kerak emas, sotuvchi o'rtakashi kerak emas degan. Shuning uchun raz ish qilyapsizlarmi bolalar? O'sha trakoviy kompaniya 200 ta traklaring ko'plari bor. O'sha 100 ta traki bor, 200 ta traklari bor kompaniyalar. Men kelsa orqalaringizdan bu qutulmaysizlar. U butun umrlik yig'gan, o'sha qurgan trakstaplaring, o'sha bizneslaring boshqa bitta kunda qo'parib ketadi. Hammasini qo'paradi. Bu qamal ustiga ustak жизненni qamoqqa ham o'tirasizlar. To'g'risini aytaman. Kerak emas bunaqa maqtanib, to'g'risida raz ishlayapsizlarmi? To'la, yo'lni pulini to'la. Birovni yukini o'g'irlama, to'g'ri ish qil, halol qil. Bizga tegadi bu gaplar. Ertaga kimsan? O'zbeksan. Men ham o'zbekman, boshqasi ham o'zbek. Halol ishlaydigan masjidda o'sha domlamiz ham o'zbek. Ularga ham noqulay bo'ladi. Sizlarning ishlaring, sizlarning kriminalni ishlaring. Mani o'z ko'rib heytlar ko'ryapti u. Mani ko'radi ba'zi bir heytlar. Shunga ham gapiradigan kommentda bor odamlar. Shunga ham ko'rib turibdi. Men maslahat beraman. Imенно shu ishni qilish kerakda ular. Bolalar, Amerikada, O'zbekistonda qutulishing mumkin, pul bor. U yerda suddan chiqib ketish mumkin. Katta pul to'lasang, bitta mashina bersang, sudyani sotib olish mumkin. Seni qo'yib yuboradi. Xuddiki bitta tanishim O'zbekistonda bir urib ikkita bolani o'ldirdi-da, 6 oy qamoqda chiqib, mast holatda. Uni qo'yib yuborishdilar. Men dedim, u mast holatda ikkita yosh bolani o'ldirib, 6 oyning ichida qamoqdan chiqib. Bu shumi qonun? Yo'q bizda qonun. Hali beri yo'q. Bilmayman, endi o'zgarishi mumkin, lekin hali beri yo'q. Lekin Amerikada qonun bor. Sizlar unaqa amnistiya, balo battar, pullik chiqmaysan. Bittalaring ham chiqmaysan.
Vaqtda bitta bola prava qilardi. U o'zicha krutoy pistoletlar bilan bizni o'zbekni Brightonda ushlab, ugrajat qilib pulimni berasan, u bu. Nima bo'ldi? Qamalib ketdi. Icho, nima rezultatmi shu? Nima bo'ldi? Shuning uchun nima degan maslahat bergan bo'ladim? Odamlar, keldilaringmi boshqa davlatga, iltimos qonun qoidani hurmat qilinglar. Qaysi azoblar bilan keldilaring? Niyatlar qilgandilaring O'zbekistonda borsam ishlayman, pul topaman, halol ishlayman deb. Halol ishlaylik. Birovni aldamaylik. Tollardan qochmaylik. Birovning yukini o'g'irlamaylik. Iltimos. Nima keragi bor? Bunaqa ishlar. Bu hammamizga, ko'p o'zbeklarimiz, ko'p mana shu yerda yashaydigan o'zbeklar meni podдержка qilishi mumkin. Chunki ko'psi halol ishlayapti. Ko'psi nima qiladi? Banklarda ishlaydi, doktorxonalarda, qaysi birlari ayollari nurs ertaga uni yonidagi ishchisiga qarasan o'zbeging o'g'irligini. Qanasan o'zbeklar yoqadimi shu narsalar? Yoqmaydi. Конечно, obro'si to'kiladi, biling. Nafratlanadi O'zbekistonlanligidan. To'g'risida nima keragi bor shunaqa? Ras kelding shuncha dunyoning bu chekkasiga. Halol ishlashni o'rgan, to'g'ri ishlashni o'rgan, to'lashni o'rgan, ras top. Agar sen tolni to'la olmasang, yop biznesingni nima qilasan? Kriminalni ish o'zingga, bo'yningga kompromant yig'ib nima qilasan? Agar tolni to'la olmasang, oddiy $100 yukni olasan 3000 ga. Shu dispetcheringga ayda, ol $100 ortig'i bilan ol shuni. Men tol to'lashim kerak-da. Yo'qda shu qisish kerak, shu qaychilash kerak. Biling, har joydan kesish kerak-da. Mard bo'laylik, odamlar saligina erkak bo'laylik, birovni haqqini yemaylik, halol yashaylik. Boshqa davlatda bizlar nima keragi bor 40-30 yil qamalib ketish? U bola 100% ketdi u. Minimum 20 yilga ketdi u bola. Minimum. Simboli gruppavoy, xuddiki mafiya o'zicha yasab olgan gruppavoy. Hali u gruppavoylardan hali sherikchalari bor, o'sha sotuvchilarni orqasidan keladilar, bittalab. U hali endi kirdi, endi ular sotadi. Kim bilan ishlagan, telefon raqamida kimlarning nomeri bor, uni telefonda kimga qo'ng'iroq, SMSlar qilgan, kimga u oylik to'lagan, bittalab kelishadi. Bu hazil gap emas. To'g'risini aytaman. Shuning uchun bolalar, meni kim to'g'ri tushunadi, kim noto'g'ri tushunadi, lekin iltimos boshqa o'zbeklarimizni, boshqa o'sha o'zbek, tojik, вообще hamma millat. Men o'zim samarqandlik tojik, lekin O'zbekistonda tug'ilganman. Polni millat nima gapiraman? Общий. Chunki hammamiz o'zbekchani tushunamiz. Hozir populyarni o'zi bo'lishgan, o'sha samarqandlik tojiklarimiz ham o'sha o'zbekchaga videolar qilib yotishibdi. Meni boshida kritikavat qilganlar ham bor edi. Shuning uchun bolalar, iltimos, to'g'ri yashaylik, halol yashaylik, pozitiv bo'laylik. Agar pul topa olmasak, ishimizni o'zgartiraylik. To'g'risini aytaman. Birovni biz to'g'ri ishlaydigan odamlarni ustidan o'zimizga kompromat yig'maylik. Shunaqa bolalar, boshqa gapim yo'q. To'g'ri yashashni o'rganishimiz kerak. Hammaga sog'lik, salomatlik, nima deydi? Omad tilayman. Pozitiv bo'lamiz, halol ishlashni nima qilamiz?